Mashinam ustida ishimni bitirish uchun ukamni eski Jigulisini olib turdim. Ko'chada ketyapman, yo'limga qarama-qarshidan Tracker keldi. Singlim mani palasamga chiqyapsiz deganimda, "Sani palasang 90-yillarda bo'lgan bomj" deb jahl qildi. Keyin obed qilishga yo'l chetidagi somsaxonaga to'xtadi. Navbatim kelganda orqamda turgan BYD haydovchisiga somsa uzatishdi. Men ulardan oldin kelgandim desam, mashinamga keyin menga qarabdi, "Aka, kartoshkali qolmagan, go'shtiga pulingiz yetadimi?" deb kulib qo'ydi. Onam telefon qildi. "Bugun gapim bor, olib borib kelgin bolam" deb. Mashinam ustida Jigulida yuribman ona desam, "Qizilmisan bolam? Buni nima farqi bor? Shunchaki restoranga 50 metr yetmasdan tashab qo'ysang bo'ldi" dedilar. Shu payt qizil chiroqda turgandim, yonimga avtobus kelib to'xtab, "Bosh Shamzami?" deb kuldi. "Mashina bilan avtobus poyga qilish g'alati emasmi?" desam, "To'g'ri aytasan. Sen 20 metr oldinga o'tib ol, shunda adolatli bo'ladi" dedi. Asabiylashib uyga qaytayotganimda yo'limga erkak yugurib chiqdi. "Aka, ayolim dard tutdi, raddomga olib boring" dedi. "Xo'p" deb mashinadan tushdim. Shunda ayoli Jiguliga qarab, "Avtobusda keta qolaylik, jon adasi. Men nima bo'lsa chidayman" deb erini avtobusda ketishga ko'ndirdi. Qattiq xafa bo'lib uyga qaytayotganimda piyodalar o'tish joyida otaxon yo'ldan o'ta olmay turgan ekan. "Mayli, savob uchun o'tkazib qo'yaman" deb chiqsam, "Kerak emas bolam, mashinangiz zo'rg'a zavod bo'lib turgandir, o'chib qolmasin, yo'lingdan qolma" deydi.